Ozish uchun yana bitta retsept, baraka topkurlar. Mana uni bilasizlar-a? Mana xlebchi deydimi? Mana. Mana ko'ryapsizlar-a? Supermarketlarga g'ir tekin, g'ir arzon. Mana uni ustiga imkoniyatlaring yetsa endi. Losos bor-ku, lososni bunday qilib, birinchi avokadoni kesib qo'yasiz, ustidan baliq. Bir ikkitasini yeng, kun bo'yi qorningiz to'q tutadi. Hop deng, tushundingizmi? Bildilaringiz nimaligini? Mana. Shu narsa-da. Reklama bo'lib ketmasin. Mana unday narsa. Tushundilaringiz? O'shani. Undan keyin guruchni bir qaynoq suvga bir botirib olasizmi yoki ana mayli guruchni ham yeyishingiz mumkin nonning o'rniga yoki grechka bor-ku, grechkani bir qaynatib oling, suv qochsin. Yana shiltasi chiqib yotmasin grechkani. O'shani qatiqning ichiga aralashtirib yeng, meva yeng, sabzavot yeng, non yegingiz kelsa, mana bunday yeng. Bo'ldi, ozasiz. Tuxum bilan apelsinni dietasini aytganman-ku, o'shani yeyolmaydiganlar. Ratsionni o'zgartiring. Grechka, guruch yeng, hech narsa qilmaydi. Qora non yeng, qora non. Qop-qora non yeng, zog'ora non yegingiz kelsa. Mana ozasiz. Kelishdikmi? Bo'pti, qarochi. Mana bu keyin losos. Ja go'sht yeb pitaniyangiz ana bo'lib ketsa, sizga kerak bo'lsa. Xo'p.